UzAuto Motors yangi Cobalt'larga shartnoma berishni 2 soatda yakunladi. UzAuto Motors kompaniyasi yangi Chevrolet Cobalt avtomobillari partiyasi bo'yicha shartnomalar tuzish yakunlangani haqida ma'lum qildi. Arizalarni qabul qilish jarayoni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 da boshlangan va 2 soat 26 daqiqa ichida jami 100 mingta kontrakt rasmiylashtirilgan. Buyurtmalarning asosiy qismi jismoniy shaxslar hissasiga to'g'ri kelgan. Ular One ID tizimi orqali autentifikatsiyadan o'tib jami 99493 dona avtomobil uchun shartnoma imzolagan. Yuridik shaxslar esa 507 ta shartnoma tuzgan. Birinchi soatning o'zida 53911 ta shartnoma tuzilgan bo'lsa, soat 11:50 ga kelib ularning soni 88 mingdan oshgan. Shu vaqt davomida kompaniya Call markazi mijozlaridan 876 ta qo'ng'iroq qabul qilgan. Xaridorlar shartnoma tuzilganidan keyin 7 kun ichida avtomobil uchun to'lovni amalga oshirish kerak. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring va Capital Uz kanaliga obuna bo'ling.